Niyat inson faoliyatining ichki maqsadini belgilaydigan, uning xulqi, rag'bati va umidlariga ta'sir etuvchi psixologik va ma'naviy kategoriyadir. Qur'on oyatlarida niyatning inson amali bilan bog'liq qator tamoyillari bayon etilgan. Masalan, Tavba surasining 105-oyatida shunday deyiladi: Albatta Alloh ishlaringizni ko'rajak. Mazkur oyatda har bir amalning qiymati insonning maqsadli harakati va uning mazmuniga bog'liq ekani ta'kidlanadi. Shuningdek, Bayyina surasining 5-oyatida inson faoliyatidagi ixlos, ya'ni xolis niyatning alohida ahamiyati qayd etilgan. Niyatning sofligi bilim olish jarayonidagi barqarorlik va mas'uliyat tuyg'usini kuchaytiradi. Alloh taolo ilmli bandalarini yuqori maqomlarga ko'tarib qo'yishini aytib, shunday marhamat qiladi: Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland darajalarga ko'tarur. Mujodala surasi 11-oyat. Hadis manbalarida esa niyatning inson amalidagi asosiy mezon ekani yanada oydin ifodalangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam albatta amallar niyatlarga bog'liqdir deya, insoniy faoliyatning mohiyati niyat bilan belgilanishini ta'kidlaydilar. Xulosa qilib aytganda, Qur'on va hadis manbalaridagi niyat konsepsiyasi yoshlarning ma'naviy psixologik rivojlanishi, intellektual o'sishi va ijtimoiy faolligini mustahkamlovchi kuchli motivatsion omil sifatida namoyon bo'ladi.